Demak, keyingi qismda biz, ya'ni bu qismda 46 dan boshlab 60 gacha ishlab chiqamiz. Ya'ni 46 dan 60 gacha barchasi masala. Demak, masalalar ham u darajada qiyin emas, faqat ozgina tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni tasavvur qilsangiz bo'ldi, hayotiy masala hammasi. Demak, boshladik. 46. Daftar narxi 5000, ruchka narxi 3000. 4 ta daftar va 3 ta ruchka necha so'm turadi? Tasavvur qiling. Magazinga kiryapsiz, do'konga. Daftar qarasangiz 5000 yozilgan, ruchka narxi 3000 yozilgan. Endi u magazindan 4 ta daftar bilan 3 ta ruchka olib chiqishingiz kerak. Oddiygina bu hayotiy masala. Demak, daftarni narxini daftarni soniga ko'paytirasiz. Ya'ni 5000 ni 4 ga ko'paytirasiz. Ya'ni daftar narxini bilish uchun 5000 ni 4 ga ko'paytirasiz. Shunda 4 ta daftarimiz narxi bizda 20000 so'm bo'ladi. Endi ruchka narxi 3000. Ruchkani narxini ruchkani soniga ko'paytirasiz. Ya'ni 3000 ni ko'paytirasiz 3 ga. 9000 bo'ladi. Endi o'sha ikkita chiqqan javob yig'indisi bizga yechimni beradi. Ya'ni 20000 ga 9000 ni qo'shsak 29000. Ya'ni biz do'konga kirsak, daftar 5000 ga ruchka 3000 bo'lsa, 4 ta daftar 3 ta ruchka oladigan bo'lsa 29000 so'm to'lashimiz kerak ekan. Tushunarli? Bu 46-masalani javobi edi. Xo'p, 47-masalaga o'tamiz. 47-masala. Masalani ishlashdan oldin har doim o'qing. Ya'ni bir marta o'qiganingizda tushunmadimi, ikkinchi marta o'qing. Ikkinchi marta o'qiganingizda ham tushunmadingizmi, uchinchi marta o'qing. Ya'ni qayta o'qish natijasida masala tushunib anglanadi. Hech qachon bittada o'qib masalani tushunib bo'lmaydi. Shunday masalalar bor milliy sertifikatda, uzunroq masalalar. Uni bir marta o'qiganingizdan anglab olishingiz qiyin. O'shaning uchun ko'pchiligimiz, ya'ni ko'pchilik abituriyent yoki ko'pchilik ustoz o'qimasligi natijasida masalani tushunmaydi. Masalani qayta o'qisangiz, o'shanda siz mohiyatini sekin-sekinlik bilan tushunasiz. Ya'ni ko'pchilik o'qishga erinadi desak ham bo'ladi. Demak, e'tibor qiling. 47-masala. Bolaning yoshi onasining yoshidan 24 ga kam. Bizda kam degani bu kichik degani matematikada yoki ayirish belgisini ham anglatadi. Bolani yoshi onasining yoshidan 24 ga kam. Otasini yoshi esa onasining yoshidan 5 ga ko'p. Agar bolani yoshi 12 bo'lsa, otaning yoshini toping. E'tibor qiling, bola 12 yosh ekan. Mana, bolaning yoshi 12. 12 yosh. Ko'rdingizmi? Endi o'sha bola onasidan 24 yosh kichik deyapti. Demak, u holatda onasini topish uchun tasavvur qiling, bola 12 yosh bo'lsa, onasidan 24 yosh kichik. Bunda nima qilamiz? Ya'ni onasining yoshini topish uchun 12 ga 24 qo'shamiz. Shunda 36 yosh. Ya'ni ona 36 yosh ekan. Endi otasi onasidan 5 yoshga katta, ya'ni ko'p degani katta degani. Demak, otasi mana bu onasidan 5 yosh katta. Demak, 36 ga 5 ni qo'shamiz. 41 yosh. Savol, otani yoshini toping deyapti. Demak, javob otaning yoshi 41 yoshda ekan. Bu 47-masala edi. Xo'p, sekin-sekin masalaga o'taveramiz keyingisiga. 48. Fermer xo'jaligida iyul oyida 3000 tonna sut mahsulotlari yetishtirildi. Ya'ni iyul oyida 3000 tonna sut mahsuloti yetishtirilibdi. Bu miqdor iyun oyidan 17 tonnaga ko'p. Demak, iyun oyida bundan ko'p degan yo'q. Bitta narsani tushuningizlar, mana shu joyda matematikada ko'p desa har doim ham qo'shilib ketmaydi. Urg'u degan narsa bor, ya'ni bu yoki u degan so'zlar kelsa, mana shu ma'no teskarisiga ishlaydi. Ya'ni ko'p ma'nosi kamga ishlaydi. Bu nima degani? Tasavvur qiling. Keling, pul haqida tushuntirsam ko'pchilik tushunadi. Birinchi oy oyligingiz $300 chiqdi. Lekin ikkinchi oy oyligingiz $17 kam. Yoki bu miqdor desak ham bo'ladi. Bu miqdor, ya'ni bu oylik, to'g'rirog'i iyundagi oyligingiz iyundagi oylikdan $17 kam desak, ko'p desak ham bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni hozir sizlarda ham chalkashtadimi? Mana qarang.
iyulda $300 oylik olasiz. Mana iyulda $300. Iyulda L qilib qo'ydim. Iyulda $300 oylik olasiz. Bu oylik miqdori iyun oyidagidan $17 ga ko'p desam. $17 ga ko'p desam. Bunda siz $337 olmaysiz. Siz naborot bu oy kam chiqqan bo'ladi. Chunki siz aytyapsiz mana bu joyda. Bu deyapsiz, bu miqdor iyundan, ya'ni oydan 17 dona kam, 17 tonnaga ko'p. Tushundingizmi? U iyun oyidan 17 tonnaga ko'p deyapti. Mana bu. Shuni hisobga olish kerak. O'chiramiz. Mana. Boshini o'qiyman. Tushunmaganim uchun fermer xo'jaligida iyul oyida 300 tonna sut mahsuloti yetishtirildi. Bu miqdor iyun oyidagidan 17 tonna ko'p. Ya'ni 300 dan 17 ni ayiramiz. Tushundingizmi? Kalt so'zlar bor. Osongina tushuntiradigan bo'lsam, bu yoki u degan kalt so'zlar kelsa, mana bu ko'p ma'nosi kamga ishlaydi. 350 ga 17. Shunda 283 tonna. Iyun oyida 283 tonna topshirilgan. Lekin avgust oyidagidan 23 tonna kam ekan. Avgust oyida endi lekin deyapti, ya'ni bu miqdor avgust oyidan 23 tonna kam. Demak, bu miqdor degan bilan bog'liq kelyaptimi? Kamimiz bizda ko'pga ishlaydi, ya'ni teskarisiga. Demak, bizda avgustda mana bu iyuldan 300 tonnaga 23 tonna ko'p ekan. 300 ga 23 qo'ysa, demak 323 tonna chiqar ekan. Mana ko'rdingizmi? Iyulda 300 tonna, iyunda 283 tonna, avgustda 323 tonna. Endi savol, yoz oylarida fermada jami nechta tonna sut mahsulotlari yetishtirilgan? Demak, jamini so'rayapti. Jamini topish uchun 300 ni qo'shasiz, 283 ni qo'shasiz, 323 ni teng. 300 ga 283 qo'shsa 583, unga qo'shasiz 323. 583 ga 323 ni qo'shamiz. 6 0 9, ya'ni 906. Mana. Demak, jami yoz davomida 906 tonna sut mahsuloti ishlab chiqarilgan ekan. Esingizdan chiqmasin, bu yoki u kalt so'zlar kelsa, ko'p ma'nosi kamga ishlaydi, kam ma'nosi ko'pga ishlaydi. Hozir masalani ham maslahatim bir 4-5 marta o'qing, shunda siz ham ma'nosini tushunasiz. Misol uchun endi biz ko'proq masala ishlaganimiz uchun biz 2 marta, uzoq 3 martada yoki 1 martada mana bunday oddiy masalalar ma'nosini tushunamiz. Lekin siz hali yangi bo'lsangiz, ko'proq ishlashingizda, ko'proq masalani o'qishingizda maslahat beraman. Demak, 49 ga o'tamiz. E'tibor qiling. 4 kilogramm pomidor 36 ming so'm to'landi. Demak, 4 kilogrammga 36 ming to'lanyapti. U holatda 1 kilogrammga qancha to'lanish topish uchun 36 mingni 4 ga bo'lamiz. Shunda 1 kilogramm pomidorimiz 9 minglik kelib chiqadi. Endi savol, 5 kilogramm pomidor necha so'm turadi? 1 kilogramm pomidor 9 ming tursa, 5 kilogramm pomidor topish uchun 5 kilogramni 9 mingga ko'paytiramiz. Shunda 45 ming. 45 ming so'm. Ko'rdingizmi? Bu yog'i endi hayotiy masala. Ya'ni bozorlik qilganingizda ham mana shunday oddiy hisob kitoblar amalga oshiriladi. 50. 12 ta daftar uchun 48 ming so'm to'landi. Demak, 12 ta daftar uchun 48 ming so'm to'langan bo'lsa, bitta daftar topish uchun, ya'ni bitta daftar narxini topish uchun 48 mingni 12 ga bo'lamiz. Demak, 48 mingni 12 ga bo'lsak 4 ming. Demak, bitta daftar 4 ming ekan. Endi savol, 14 ta daftar necha so'm turadi? Demak, 14 ta daftar topish uchun 14 ni ko'paytirasiz 4 mingga. Shunda 14 4 ming ko'paytirsak 56 ming so'm turar ekan. Mana, demak 50-masalaga to'g'ri javob 56 ming. Ko'rdingiz? Bu yog'i endi osonroq masalalar. 51. 5 kilogramm kartoshka 15 ming so'm. Demak, 1 kilogramm kartoshkani topish uchun, ya'ni 1 kilogramm kartoshka narxini topish uchun 15 mingni 5 ga bo'lasiz. Shunda 3 ming. Ya'ni 1 kilogramm kartoshkangiz 3 ming so'm ekan. 7 kilogramm piyoz 28 ming so'm. Demak, 1 kilogramm piyoz topish uchun, ya'ni 1 kilogramm piyoz narxini topish uchun
28.000 ni 7 ga bo'lamiz. Shunda 4.000. Bundan xulosa 1 kilogramm kartoshka 3.000, 1 kilogramm piyoz 4.000 ekan. 3 kilogramm kartoshka va 4 kilogramm piyoz necha so'm bo'ladi? Demak, 3 kilogramm kartoshkamiz narxi 3 kilogrammni 3.000 ga ko'paytiramiz. Mana bu kelib chiqadi 9.000. 4 kilogramm piyozni narxini topish uchun 4.000 ni 4 ga ko'paytiramiz 16.000. Mana. Ya'ni 3 kilogramm kartoshka olsak 9.000 bo'lar ekan, 4 kilogramm piyoz olsak 16.000 bo'lar ekan. Endi 51 da savol jamini so'rayapti. Ya'ni ikkalasi necha so'm? Ikkalasini qo'shsak 25.000 so'm. Demak, piyoz va kartoshka 25.000 so'm to'lanar ekan. Bu 51 edi. Xo'p, keyingi masala 52 ga e'tibor qiling. Ozod har kuni 36 kilometrdan yo'l bosib, manzilga 10 kunda yetib bordi. Kuniga 36 kilogramdan yo'l bosyapti, bir kunda 36 bosyapti, 10 kunda yetib kelyapti. Bir kunda, mana qisqa shart tuzib olaman, 36 kilometr bosib o'tsa, 10 kunda 36 ni 10 ga ko'paytiramiz, 360 kilometr yo'l bosib o'tgan bo'ladi. Endi agar Ozod dastlabki manzilga 9 kunda qaytib kelmoqchi bo'lsa, kuniga o'rtacha necha kilometr yo'l yurish kerak? Demak, o'sha 360 kilometrni 9 kunda bosib o'tish uchun qancha yuradi deb so'rayapti. Demak, javob topish uchun 360 ni bo'lasiz 9 ga. 369 ga bo'lsak 40 kilometr. Demak, Ozod borishda 10 kunda yetib borgan bo'lsa, qaytishida 9 kun qaytish uchun u kuniga 40 kilometr yo'l bosish kerak ekan. Mana. Xo'p, 53. E'tibor qiling 53 ga. Jasur har kuni 48 kilometrdan yo'l bosib manzilga yetib bordi. Demak, har kuni 48 kilometrdan yo'l bosyapti, 6 kunda yetib boryapti. Demak, 6 kunda qancha masofa bosib o'tgan o'sha kerak. 6 ni ko'paytirasiz 48 ga. 6 kar 8 48 to'rdildi. 6 kar 4 24. To'rdildi 28, ya'ni 28 kilometr. Jasur 28 kilometr bosib o'tdi 6 kunda. Agar Jasur dastlabki manzilga 8 kunga qaytib kelmoqchi bo'lsa, kuniga o'rtacha necha kilometr bosish kerak? Demak, javob 8 kunda yetib kelish kerak ekan. Buning uchun 288 ni 8 ga bo'lamiz. 8 ga bo'lamiz. 28 ichida 3 tadan 24, 48 ichida 6 tadan. Demak, 36 kilometr. Jasur 36 kilometr yursa, u 8 kunda yetadi. Demak, to'g'ri javobimiz o'rtacha 36. Mana. Xo'p. Demak, keyingisi. ellik to'rt. Jasur har kuni 36 kilometr, Ozod esa 48 kilometr yo'l bosadi. Agar ular bir vaqtda bir joyda yo'lga chiqsa, 288 kilometr bo'lgan masofaga qaysi biri oldinroq yetib boradi deb so'raydi. Xo'p, birinchi o'rinda biz Jasur topib olamiz. Jasur topish uchun 288 ni bo'lamiz 36 ga. 288 36 ga bo'lsa 8 chiqadi. Ya'ni Jasur kuniga 36 kilometr yuradi. U 288 kilometr masofani 8 kunda bosib o'tadi. Ozod topish uchun 288 kilometr masofani 48 ga bo'lamiz. Demak, 288 48 ga bo'lsa 6 kelib chiqadi. Ya'ni Ozod 288 kilometr masofani kuniga 48 kilometrdan yursa, 6 kunda bosib o'tadi. Savol: necha kun oldinroq boradi? Ya'ni qaysi biri birinchi boradi deyapti va necha kun oldinroq. Bu yerda Ozod birinchi yetib boradi, chunki 6 kun yo'l bosyapti va necha kun oldinda yuribdi? 2 kun. Demak, to'g'ri javobimiz 2 kun oldin bosib o'tar ekan Ozod. Mana 54-masalaga. Xo'sh, keyingisi 55. Usta bir kunda 24 ta detal tayyorlaydi. Usta 6 kunda nechta detal tayyorlasa, shogirdi 8 kunda shuncha detal tayyorlaydi. Endi e'tibor qiling. Usta bir kunda bir o'zi 6 kun 24 ta detal tayyorlaydi. Usta 6 kunda nechta detal tayyorlasa, demak, usta 6 kunda
24 ko'paytir 6 144 ta detal tayyorlaydi. Mana. Shogirdi esa 8 kunda shuncha detal tayyorlaydi. Demak, shogirdi bir kunda topish uchun, ya'ni bir kunda shogirdi bir kunligini topish uchun o'sha 144 ni bo'lamiz 8 ga. Chunki bu yerda aytyapti, usta 6 kunda bajargan ishni shogirdi 8 kunda bajaradi deyapti-da. Demak, 144 ni 8 ga bo'lsak, 18 chiqadi, ya'ni 18 ta. Shogirdi bir kunda 18 ta detal tayyorlaydi. Usta bir kunda 24 ta detal tayyorlaydi. Endi usta va shogirdi birgalikda 3 kunda nechta tayyorlaydi? Usta bilan shogirdi birga ishlasa, bir kunda demak, usta 24 ta, shogird 18 ta tayyorlasa, ikkalasi birgalikda 24 qo'shib 18 42 ta detal tayyorlaydi mana. Tushunarli? Ya'ni usta bilan shogirdi bir kunda 42 ta detal tayyorlaydi. Endi 3 kundagini so'rayapti. 3 kunda usta va shogirdi 3 kunda 3 kunligini topish uchun 42 ni ko'paytirasiz 3 ga. Shunda 126 ta detal tayyorlaydi. Mana. Demak, birgalikda 126 tayyorlar ekan. Demak, keyingi masala 56. Barno 1 soatda 36 ta misol ishlaydi. Malika 6 soatda nechta misol ishlasa, Barno 8 soatda shuncha misol ishlaydi. Demak, 6 soatda Malika nechta ishlasa, Barno 8 soatda shuncha ishlaydi deyapti. 6 soatda Malika ishlaganini topamiz. Buning uchun 6 ni 36 ga ko'paytiramiz. 6 kar 6 36 3 dilda 216 ta. Demak, Malika 6 soatda 216 ta misol ishlaydi. Barno 1 soatda Barno nechta misol ishlashini topish uchun 216 ni 8 ga bo'lamiz. Nimaga? Chunki Malika 6 soatda nechta misol ishlasa, o'sha misolda 8 soat ishlaykan Barno. Ya'ni Barno sekinroq ishlaydi. 216 ni 8 ga bo'lsak, 2 ta 27 ta. Ya'ni Barno 1 soatda 36 ta. Mana shu joyda adashdim. Malikani ko'paytirib qo'yibman. Ko'rdingizmi? Masala chalg'itadi odamni. Barno 1 soatda 36 ta misol ishlaydi. Malika 6 soatda nechta misol ishlasa, Barno 8 soatda shuncha misol ishlaydi. Demak, 8 soatda Barnoni topish uchun bizda Barnoniki berilgan 36 ni 8 ga ko'paytiramiz. 8 kar 6 48 turildi. 8 kar 3 24 28. 288 ta. Demak, Barno 8 soatda 288 ta misol ishlaydi. Malika tezroq ishlaykan. Ya'ni u o'shancha misolda 6 soatda ishlayapti. Demak, 1 soatda Malikani ishlashini topish uchun nechtaligini 288 ni bo'lasiz 6 ga. Demak, 48 ta. Demak, Malika 48 ta misol ishlar ekan 1 soatda. Barno esa 36 ta misol ishlar ekan. Endi Barno bilan Malika birgalikda ishlasa, 1 soatda 48 qo'shib 36 84 ta misol ishlaydi. Ya'ni Barno bilan Malika birgalikda 84 ta ishlaydi 1 soatda. Endi savol, Barno va Malika 3 soatda qancha ishlaydi deyapti. Ya'ni Barno bilan Malika birlashib 3 soat ishlasa, 84 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3 kar 4 12 bir tilda, 3 kar 8 24 25. 252 ta misol ishlar ekan. Demak, 56-masalaga to'g'ri javob 252 ta. Mana. Xo'p, demak, keyingisi 57. Ya'ni birinchi mana shunday tartibda masala ko'rib chiqamiz. 57-masala. 40 soni dastlab 5 marta, keyin 80 ga orttirildi. Hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq? Demak, 40 soni dastlab 5 marta orttirildi. Ya'ni marta orttirildi desa ko'paytiramiz. Demak, birinchi 40 ga 5 ko'paytiryapti va keyin yana 80 ga orttirildi. Ga 80 ga, ya'ni ga orttirildi desa qo'shamiz. Qo'shuv 80. Demak, 400 40 da 5 ga ko'paytirsak 200, 200 ga 80 qo'ysak 280. Hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq? Demak, bizda 280 chiqdi. O'sha 280 40 ga bo'lamiz. Shunda 7 marta ortiqlik kelib chiqadi. Mana.
Tushundingizmi? 58. E'tibor qiling. 30 soni dastlab 5 marta orttirildi. Keyin 90 ga orttirildi deyapti. Ya'ni 30 ni 5 ga ko'paytirib, keyin 90 qo'shilgan ekan. 30 ni 5 ga ko'paytirsak 150, 150 ga 90 ni qo'shsak 240. Endi savol, hosil bo'lgan son dastlabkisidan necha marta ortiq? Buning uchun nima qilamiz? Hosil bo'lgan sonni, ya'ni 240 ni bo'lasiz dastlabkisiga 30 ga. 240 ni 30 ga bo'lsangiz 8 ta. Ya'ni 8 marta ortiq ekan. Xo'sh, keyingisi 59. 24 va 8 sonlarning ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 120 ni qanday songa qo'shish kerak? Endi savol aytyapti. 24 ni 8 ga ko'paytirsak, 120 ga nechini qo'shsak, ikkalasi teng bo'ladi deb so'rayapti. Xo'p, buning uchun 24 ni 8 ga ko'paytiramiz. 8 kare 4 32, 3 dilda 8 kare 2 16, 19. 192. Endi savol aytyapti. 120 ga nechini qo'shsak 192 chiqadi deyapti. Tushundingizmi? 120 ga nechini qo'shsak 192 chiqadi. To'rtburchak ichiga yozaman. Albatta bu 72. Ya'ni 24 8 ga ko'paytsak 192, 120 ga 72 ni qo'shsangiz ham 192. Demak, to'g'ri javob 72. Bizga qaysi sonni qo'yish so'ralyapti? Va 60-masala. Demak, 60-masalamiz. E'tibor qiling. 3600 va 24 sonlar bo'linmasini 3600 ni 24 ga bo'linsa 200 dan qanday son ayirish kerak? 200 dan ayirishimiz kerak ekan shu sonni. Mana shu tenglik o'rinli bo'lish uchun to'rtburchak ichiga nechisini qo'yamiz. Birinchi 3624 ga bo'lamiz. 36-da bittadan ayiramiz 24. Demak 12, 120 ichida 5 120. 0 ortib qoldi. Demak, buni bo'lsa 150. Endi savol, buni bo'lsa 150 bo'lsa, 200 dan nechini ayirsak 150 bo'ladi? Albatta 50 dir. Demak, to'g'ri javobimiz 200 dan qanday sonni ayirish kerak? 200 dan 50 ni ayirsa, ikkita tenglik teng bo'lar ekan. Mana. Ko'rdingizmi? Mana 60 gacha bo'lgan qism ham o'z yakuniga yetdi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, 46 dan boshlab 60 gacha masalalarda ishlab chiqdik.